Assalomu alaykum qadrdonlarim. Surxondaryo Sho'rchiga Yangiobod mahallasiga 57-maktabni oldiga xo'sh 6 ga 4 razmerdagi o'rta kачестводagi do'konimizni olib kelganmiz. Hozir sizlarga o'rta kачестводagi do'kon qanaqa bo'ladi ma'lumot berib o'tib ketaman. Videoni o'tkazib yubormayman. Jarayoni birinchi suyagidan aytib o'tib ketaman. Ramasi 8 ga 8 profilda 1.5 ligidan ishlatiladi. O'rta kачествосiga tunukalari 3.5-4 ligidan. Buni yashil bilan mokriydan aralash qilib ishlatganmiz. Xo'sh, mana osipleniyasini ko'ryapsizlar. Mana bunaqa stiklavatani o'zini falgasi boridan keyin bundan tashqari yana mana bu tomonda turibdi falga, paralon. Ana shundan ham yana bir qavat qilib to'shaladi. Mana shu uchun ham issiq sovuqqa o'ta chidamli bo'ladi. Xo'sh, ichki tomonni ko'rsatib o'tib ketaman. Patologlarimiz mana uteplet qilingan, rekalari berilgan. Xo'sh, mana shunaqa tarzda uteplet qilinadi. Mana profillarini ko'rishlaringiz mumkin. 2 ga 4 dan stoyka berilgan, 3 ta bu yoniga, 2 ta biqiniga mana. Mana shunaqa tarzda. Xo'sh, buni отделкасы mana bunaqa MDF'ni 06 sidan yuqorog'idan bo'ladi. Polimiz har doimgidek shpuntovoy rossiyskiy taxtadan bo'ladi. Kimga mana shunaqa sifatli do'kon, uy, magazin, ofis kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.